Korobka so'raganmidinglar? Mana korobka. Assalomu alaykum. Bugun biz Yunusobod tumanidamiz. Zenitdan 1,5 kilometr ichkarida kirib kelganda 5 sotixli uyimizni ko'rgani kelganmiz. Gaz, suv, svetdan umuman muammo yo'q. Mahallamizda kanalizatsiya o'tgan. Uyimizni bitta ko'rib chiqamiz, narxini oxirida aytib o'taman. Uyimiz 13 xonadan iborat bo'lib, o'zingizning didingiga moslab remont qilsangiz bo'ladi yoki bog'cha sifatida foydalansangiz bo'ladi. Uyimizning boshlang'ich narxi $380 ming. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun pastdagi raqamga qo'ng'iroq qilinglar.